Men o'ylaymanki, har bitta odamning uyida albatta mana bu mahsulot bo'lishi kerak. Nima uchun? Chunki bu mahsulot sizni erta qarishingizni oldini oladi, sochlaringizning sifatini yaxshilaydi, sochlar to'kilishida yoki sochlarga erta oq tushishida yoki turli xildagi kasalliklarda, ayniqsa qish, kuz fasllarida bo'ladigan kasalliklarning oldini olishda ham yordam beradi. Demak, bu mahsulotning foydalari haqida, birinchi o'rinda foydalari haqida ma'lumot beraman, keyin esa uni qay tartibda ichamiz, bu holatga izoh beraman. Chunki ayrimlar bu mahsulotni juda ham xato ichadi va bu xato ichgani oqibatida oshqozonga juda ham katta nagruzka tushadi. Qadimdan bu mahsulot ishlatilinib kelingan, ayniqsa qadimgi Misrda, mana hozir mana buni Misrdan olganman. Misrda haqiqatan qora sedana yog'idan juda ham ko'p foydalanishadi. Aynan tashqi go'zallikda, ya'ni o'sha sizni tirnoqlaringiz sifati, sochlaringiz sifati, yuzlaringiz sifatini holati yaxshi bo'lishi uchun foydalanib kelingan. Qadimda Fir'avn ham mana shu mahsulotdan juda ham ko'p foydalangan. Yaqin Sharqda esa astmani davolashda, artrit kasalliklarida, turli xildagi parazitlarga qarshi bo'lgan kasalliklarni davolashda ishlatilgan. Chunki bu bilasiz antibakterial xususiyatga ega va hattoki yosh bolalardagi gijalarni tushirishga ham yordam beradi, lekin o'zini albatta belgilangan miqdori bor. Bir kunda 2 osh qoshiqdan maksimum oshmasligi kerak. Undan oshirib yuboradigan bo'lsangiz, sog'lig'ingizda minus muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Tarkibi: vitamin B guruhi, vitamin D, 8 ta aminokislota, kaliy, magniy, kalsiy. Demak, tarkibi juda ham vitaminlarga boy. Bundan tashqari immunitetni zo'r ko'tarib beradi. Chunki uni tarkibida timaxinon antioksidanti bor. Bu antioksidant aynan immunitetni ko'tarib berishga juda ham foydali. Bulardan tashqari kosmetologiya sohasida ham qora sedana yog'idan ishlatishadi. Hattoki uni kipriklarga ham surishadi. Nima uchun? Kipriklarni, qoshlarni holatini yaxshilash va tezroq o'stirish uchun. Terilardagi ajinlarni yo'qotadi. Qonda shakar darajasini tushirib, xolesterinni tushirish xususiyatiga ega. Yana bir marta aytaman, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liq ma'lumotini beraman sizga. Bundan retseptlar kerak bo'lsa, ya'ni qora sedana yog'idan retsept kerak bo'lsa, Telegram kanalimga pastda silkasini qoldiraman. Telegram kanalimga ulaning va retseptni bepulga qo'lga kiriting. Vrachlar bundan turli xildagi kasalliklarni davolashda ishlatishadi. Artroz, artrit, astma kasalliklarida, autoimmun kasalliklarda, parazitlarga qarshi juda ham zo'r vosita va bu narsani ular tavsiya qilishadi. Immunitetni ko'tarib beradi. Eng asosiysi bu hattoki og'riqlarni ham qoldirishi mumkin. Agar o'ta kuchli boshingiz og'riydigan bo'lsa ham, mana bundan bir kunda bir choy qoshiq ichib olish qora sedana yog'idan yordam beradi. Og'riqlarni, mushaklardagi og'riqni qoldirish xususiyatiga ega. Bilasiz, bizning ichaklarimiz bu ikkinchi miyamiz hisoblanadi. Ya'ni ichak qancha sog'lom, yaxshi bakteriyalarga boy bo'lsa, sizni organizmingiz shuncha yosharishni, tetiklanishni, kayfiyatingiz yaxshi bo'lishini va vazningiz o'zgarmasligi mumkin. Ya'ni o'tda semirib, ozib ketish ham bu ichaklarga bog'liq. Ya'ni kisheychilik это второй mozg deb bekorga aytilmagan, ya'ni bizning ikkinchi miyamiz. Ichaklarda yaxshi bakteriyalarning sonini mana bu narsa ko'paytirib beradi. Yomon bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega. Demak, uni qanday holatda ichamiz? Buni, ya'ni hech qachon umuman zaytun yog'i bo'ladimi yoki zig'ir urug'ini yog'i bo'ladimi yoki qora sedana yog'i bo'ladimi, och qoringa ichilmaydi. Ko'pchilik ertalab och qoringa bu narsani ichadi. Bu eng katta xato narsa, chunki oshqozon o'zi och bo'ladi. Ya'ni qo'pol til bilan aytganda chechqurni bilan uxlab chiqqan, ya'ni oshqozon dam olgan, siz esa uni qiynab ertalabda mana bu yog'dan ichasiz. Ertalab faqat 2 stakan iliqdan issiq holatdagi suv siz uchun, o'tfigingiz uchun, jigaringiz uchun, oshqozoningiz uchun zo'r foydali. Bu yog'larni esa siz suvni ichib bo'lgandan keyin 15-20 daqiqa o'tib nonushta qilasiz. Nonushtadan keyin 15 daqiqa, 20 daqiqa o'tgandan keyin bir osh qoshiq ichish tavsiya qilinadi. Mana bu eng to'g'ri usul hisoblanadi. Bulardan tashqari biz buni turli xildagi salatlarga qo'shishimiz mumkin. Faqatgina salatning ta'mini ozgina o'zgartirib yuborish mumkin. Agar sizga salatga qo'shgan holatda iste'mol qilish yoqmaydigan bo'lsa, kefir yoki qatiqqa ham 1 choy qoshiqda yoki 2 choy qoshiqda aralashtirgan holatda qabul qilishingiz mumkin. Yogurtlarga ham hattoki aralashtirishingiz mumkin. Yogurtlarga aralashtirib farzandingizga ham berishingiz mumkin. Agar bundan ham ko'proq foydali yog'lar haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, Telegram silkasini qoldiraman. Yaqin kunlarda shunaqangi katta webinar o'tkazib bermoqchiman. Foydali yog'lar va aynan yog'lar nima uchun kerak, qaysi yog'larni qachon iste'mol qilamiz, bular haqida ma'lumotni beraman. Bu ishtahani bo'g'ishga, qonda shakar darajasini normallashtirishga va mana bu ayollar kabi chiroyli ozishingizga yordam beradi. Chunki ozish marafonlarimda bunaqangi turdagi yog'larni to'liq ma'lumotini beraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha